Instagramga video olaman deb ketyapman. Endi yo'l-yo'lakay hayolda keladi-da video. Nimadir esimdan chiqib qoldi, nima esimdan chiqdi? Qo'limga qarayman, shu nimadir ekan, akalar. Krossovkam qolib ketibdi-ya. Ketgan krossovkani qaranglar. İştahım qolib ketmaydimi bundan onlayn nimaga? Baribir miyam shu Instagram bilan zanit. Krossovkani olishga oldin video olib turib, endi krossovkamni kiymasdan chiqyapman. Zalda krossovkasi bilan, bilad. Bugun men shunaqangi o'zimni juda shamol meni videoga oldirmadi. Xullas bittagina sportivkam bor edi. Oxirgi 200 ta videoyimni shu sportivka bilan qildim. Shunga bugun meni akalar kraska dedi. Endi nima qilaman bilasizlarmi? Yo'q, yangi sportivka olmayman. Endi kraskali sportivkada video olaman sizlarga. Yigitlar shaydorano O'zbekistonga borsam birinchi qiladigan ishim akalar tillatishimni oldiraman. Gapiravermanglar, sizlarda hammanglarda pul bor. Men oddiy odamman. Shu gapni gapirganimdan keyin ham endi ko'proq yozishadi, tillatishim bor aka deb.